Hammaga salom. Sizlarni dasturchi Ayubxon kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'p, web ilova olamiga birinchi qadam. Bu Code Start kursimizning birinchi darsi. Bu darsda biz sizlar bilan front-end, back-end, server va boshqa asosiy tushunchalar bilan oddiy tilda tanishib, tushunib olamiz va bu dasturlash bilan birinchi marta tanishayotganlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, endi sizlarda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Bu odam kim va buni nimaga eshitishimiz kerak? O'zim tanishtiraman. Ayubxon Xudoyberdiyev 2013-yildan beri dasturlar sohasidaman. Evasoft IT kompaniyasi asoschisiman. MyGov.uz integratsiya bo'yicha mutaxassisman va CodeStart orqali dasturlashni oddiy tilda o'rgataman. Xo'p, bu kursda nimani o'rganamiz? Birinchi darsimiz, hozirgi darsimiz asosiy tushunchalar, front-end, back-end, serverni batafsil oddiy tilda tushunib olamiz. Chunki bitta tushunchani yaxshi tushunmasak, keyingi ta'lim sifatiga juda ham ta'siri kuchli. Xo'p, keyingisi dasturlash tillari va ularning vazifalarini ko'rib chiqamiz. Qanaqa dasturlash bor va qanaqa yo'nalishda nima til ishlatiladi. Va 3-darsda AI dasturlashga qanday ta'sir qildi. Xabaringlar bor, sun'iy intellekt jadal rivojlanmoqda va shuni dasturlash sohasiga qanaqa ta'sir qilganini misollar bilan ko'rib chiqamiz. 4-darsimiz AI ga to'g'ri prompt yozish va boshqarish. Endi podskazka berib ketaman. AI dan to'g'ri usulda foydalanmasangiz, u sizga yordam berishi o'rniga naborot chalg'itib, yopiq boshi berk ko'chaga olib kirib qo'yadi. Va bu kurslar kimlar uchun? 7 yoshdan 37 yoshgacha yosh chegarasi yo'q. Ne 37 yosh deb oldim, chunki ko'pincha mani tadqiqotlarimda shu yoshgacha odamlar yengilliklarni o'rganishga qiziqishi baland bo'ladi. Bundan keyin nimagadir tushib ketadi. Shunga shunaqa taxminiy chegara qo'yilgan. Dasturlashni umuman bilmaydiganlar uchun ham bu zo'r, chunki tushunchalarni aniq bilib olsak, keyingi qadamlarda bu katta yordam beradi. Misol uchun dasturlash nimaligini bilmasdan bu 4 ta darsni ko'rib olsa, aniq bo'ladi bu soha u uchunmi yo u uchun emasmi. Ya'ni IT sohasiga qiziqqan har bitta inson uchun va asosiy shartlardan biri bu joyga maxsus tayyorgarchilik umuman kerak emas. Xo'p, endi web ilova haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Web ilova nimaga web ilovani biz tanlaymiz? Ya'ni любой dastur ishlashi uchun unga fundament kerak. Misol uchun Windows dasturlari Word, Excel'da asosan Windows operatsion tizimini ustiga qurilgan bo'ladi. macOSda ham o'zini maxsus programmalari shu macOS uchun moslab qilingan bo'ladi. Web ilovani bitta katta plus tarafi Windowsda ham, macOSda ham, mobil qurilmada ham hamma brauzer ishlatamiz. Misol uchun Safari, Chrome bo'lishi mumkin. Va biz yozgan dastur, ya'ni web ilova operatsion tizim tanlamaydi, ya'ni hammasida universal ishlayveradi. Bu web ilovani asosiy plusi, moslashuvchan. Xo'p, endi web ilova, ya'ni veb-sayt qanaqa ishlaydi, o'shani ketma-ketligini ko'rsatib berilgan. Misol uchun foydalanuvchi siz brauzerni ochdingiz va sayt nomini yozdingiz. Misol uchun Instagram bo'lishi mumkin, Google bo'lishi mumkin va siz qiziqtirgan sayt. Xo'p, bitta saytni olaylik. Misol uchun kun.uz'ni ochdik, foydalanuvchi kirdi, ya'ni siz brauzerni ochib kun.uz deb yozdingiz. U internet orqali serverga ma'lumotlarni yuboradi. Ya'ni kun.uz'ni fayllari internetda qanaqadir serverda saqlanadi, maxsus serverda. Va har bitta yangilik bo'limlarini ma'lumotlar bazasi saqlaydi. Bu server bazaga murojaat qiladi va xuddi shu 1 2 3 4 orqaga qaytib qiladi. Baza serverga javob beradi. Serverdan internet orqali sizga o'sha kerakli ma'lumot, kontent chiqadi.
har safar sayt ochganingizda shu zanjir ishlaydi. Shunaqa zanjir deb eslab qolsangiz judayam qulay bo'ladi va har bitta bo'g'imini alohida birma-bir tushuntirib chiqamiz. Xo'p, endi front-end nima? Sizlar shu sohani kirmoqchi bo'lsanglar ili kimlardandir eshitgansizlar front-end, back-end degani va shuni qisqacha tushunib olamiz. Front-end bu foydalanuvchi ko'radigan va bevosita muloqot qiladigan qism. Sayt yoki ilovani ko'rinishi shu joyda. Ya'ni shu Kunuz misoliga qaytadigan bo'lsak, shu o'shani tepasidagi bannerlari, yozuvlari hammasi foydalanuvchi ko'radigan qismi front-end hisoblanadi. Endi HTML sayti skeleti strukturasi, CSS tashqi ko'rinishi dizayni, JS va harakat va interaktivlik bo'yicha bo'ladi. Endi bunga yana batafsil keyin yana chuqurroq o'rgansanglar qaytamiz. Bu qisqacha shu front-end va unga HTML, CSS, JS kirishini eslab qolsanglar bo'ldi. Xo'p, endi backend nima degan savolga keladigan bo'lsak, backendda bitta misol qiladigan bo'lsak, restoranning oshxonasi, ya'ni front-end backend ham shu restoran misolida zo'r tushunolsanglar bo'lar ekan. Misol uchun sizlar ovqat zakaz qildinglar. Ofitsiant bu front-end, ya'ni anaqada. Tak. Xo'p, restoran misoliga qaytamiz. Restoran misolida sizlar ovqat zakaz qildinglar. Ovqat bu shu content front-end deydigan bo'lsak, uni tayyorlaydigan joy, ya'ni content tayyorlaydigan joy backend hisoblanadi. Misol uchun Instagram misolini yana olamiz, chunki ko'pchilik biladi, taniydi. Autentifikatsiya, ya'ni login parolni tekshiradi. Misol uchun siz o'zingizni login va parolingizni yozganingizda o'sha ma'lumotlar API orqali serverga boradi, bazadan tekshiriladi va yana qaytib keladi. Biznes logika qoidalar asosida qaror qabul qilish va ma'lumotlar bilan ishlash, ya'ni ma'lumotlarni saqlash, o'zgartirish, o'chirish backend bajaradi. Sizlar backend deganda shu foydalanuvchi ko'rmaydigan, lekin hamma mantiqiy amallar bajariladigan qismni tushunsanglar bo'ladi. Xo'p, endi server nima? Server degan so'zni yana ham tushuntirib beradigan bo'lsam, server bu misol uchun sizlarning kompyuteringlar, telefoninglar bo'lishi mumkin. Yoqasizlar, o'chirasizlar va shunaqa foydalansizlar. Server bu doimo yoqiq turadigan, foydalanuvchidan kelgan so'rovga 24/7 javob beradigan kompyuter hisoblanadi. Kompyuter yoki dastur debdi, chunki virtualniy bu kompyuterni ko'p serverlarga bo'lish mumkin. Ya'ni bu fizik server o'ziga xos jismoniy qurilma, virtual server bitta qurilmani bo'lib ishlatish va cloud, AWS, Google Cloud, Azure shunaqa bo'lishi mumkin. Endi sizlar aniq eslab qoladigan joyinglar har bitta Xo'p, yana Kunuz misoliga qaytamiz. Kunuzda sizlar kechasi yozsanglar ham, kunduzimi har nechida yozganinglardan qat'iy nazar brauzerga Kunuz deb yozsanglar 24/7 yoqiq bo'lgani uchun shu ma'lumotlar serverga ketadi va sizga javob qaytarib beradi. Agar server o'chiq bo'lsa, sayt ochmaydi. Shuni eslab qolsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Endi ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasi bu barcha ma'lumotlar, foydalanuvchi buyurtmalar, xabarlar va tartibli jadval ko'rinishida saqlaydigan katta ombor deb yozilgan. Misol uchun MySQL, Postgre jadval shaklida, MongoDB erkin hujjat shaklida saqlaydi. Ya'ni tushunishinglar kerak. Tak, bunda misol ko'proq eslab foydali bo'ladi. Hamma eshitgan shu GAIni bazasi, ya'ni sizlar radarga tushsanglar, jarima yoziladi va jarimalar maxsus jadvalda saqlanadi. Ya'ni ID'si bo'ladi, sizni ismingiz bo'ladi. Misol uchun bu yerda Toshkentda shu soatda shu joyga tushgan degan shu
maxsus virtual kompyuter xotirasida jadval bor. Shu jadvalga kamera orqali tushadi va sizga xat qilib yuboriladi. Shunaqa eslab qolsanglar, ancha oson bo'ladi. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Domen va hosting. Domen va hosting, misol uchun, sayt nomi biza Kunuz misolini ko'p keltirdik. kun.uz bu domen hisoblanadi. Odamlar shu manzil orqali saytni topadi. Hosting nima desak, shu sayt fayllari joylashgan joy, ya'ni yangilikki rasmlari, tekstlari hammasi shu hostingda joylashadi. Xo'p, o'xshatish. Domen bu uyi manzili bo'lsa, bu hosting uyi o'zi. Shunaqa misol keltirilgan. API nima? Xo'p, restoran misolida yana qaytadigan bo'lsak, API frontend va backend orasidagi tarjimon. Frontend so'rov yuboradi, API uni backendga yetkazadi va javobini qaytarib beradi. Shu narsa restoran misolida oshxonasi backend bo'lsa, ofitsiant API hisoblanadi. Sizga mos kontentlarni shu restoranni oshxonasidan olib, sizga qulay, chiroyli formatda olib kelib beradigan shu o'rtadagi nima deydi, holat, ya'ni odam, virtual odam bu API hisoblanadi. Xo'p, endi umumiy sxemani yana qaytarishimiz mumkin. Ya'ni boshida sal yuzakroq, kamroq tushunarliroq yozilgandi. Endi biza o'rgangan bilimlarimizni bu yerda ko'rib chiqamiz. Misol uchun, umumiy sxema qanaqa ishlaydi? Foydalanuvchi frontend orqali API chaqiradi, u backendga so'rov beradi va bazaga ma'lumot yetib boradi. Baza ma'lumotni yana backendga yuboradi, backend API ga yuboradi, u frontendda foydalanuvchiga ko'rsatadi. Har safar shu sikl deydi, xuddi shunaqa orqaga javob qaytadi. Xo'p, bugungi asosiy tushunchalarimizni yana ko'rib chiqamiz. Front-end nima bu? Saytni ko'rinadigan qismi, sayt yoki web ilovani. Web ilova desak to'g'riroq bo'ladi. Backend bu restoran misolida ko'radigan bo'lsak, o'shani oshxona qismi. Server bu 24/7 ishlovchi kompyuter. Bu baza, bu GAINI sistemasi bo'yicha hamma jarimalar turadigan maxsus joy. Endi bu misolda hamma ma'lumotlar saqlanadigan joy baza hisoblanadi. Domen va hosting manzil va uy, API tarjimon yoki o'rtadagi ofitsiant. Xo'p, endi keyingi darsda yana ham qiziqroq bo'ladi. Dasturlash tillari va ularning vazifalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni asosiy qaysi til nima uchun ishlatiladi va sizga qaysi biri mos kelishini birga aniqlaymiz. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling. Hammaga rahmat.